Salom hammaga, Mobile.uz kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, 2025-yilda mobil texnologiyalar shunchalik tez rivojlandiki, ba'zi smartfonlar endi shunchaki yashashdan to'xtadi. Agar siz bu telefonlarni hozir sotib olmoqchi bo'lsangiz, demak pulingizni havoga sovuryapsiz. Chunki ular yangi ilovalarni ko'tara olmaydi, qotadi va eng muhimi, xavfsizlik yangilanishlarni deyarli olmaydi. Xo'sh, yangi yil ostonasida sizni xafa qiladigan qaysi 5 ta smartfonni sotib olmaslik kerak? Bugungi video aynan shu haqida. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. 5-o'rinda bizda 1 yildan sal ko'proq avval mashhur bo'lgan byudjetchi Samsung Galaxy A14 turibdi. Bu telefon 6.6 dyumli katta PLS LCD ekranga ega, ammo yangilanish tezligi atigi 60 Hz. Uning yuragi MediaTek Helio G80 chipi bo'lib, 50 megapiksel asosiy kamera va 5000 mAh batareya bilan jihozlangan. Sotib olmaslik sababi: 2025-yilda uning protsessor kuchi yetarli emas. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram va hatto eng oddiy Chrome brauzeri ham bu chiplarga og'irlik qiladi. Tez qotishlar va sekin ishlashga duch kelasiz. Bundan tashqari, 60 Hz chastotali ekran bilan u yangi telefon fonida juda eski ko'rinadi. Eng muhimi, bu modelga yirik Android yangilanishlari to'xtagan yoki to'xtash arafasida. Bu esa uzoq muddatli foydalanishni cheklaydi. 4-o'rinda afsonaviy byudjetchi 2019-yil ishlab chiqarilgan Redmi Note 8. Bu telefon 6.3 dyumli FHD+ IPS ekraniga va 48 megapiksel to'rtlik kameraga ega. Uning yuragi Snapdragon 665 protsessori bo'lib, o'z vaqtida zo'r ishlagan 4000 mAh akkumulyatorga ega. Sotib olmaslikning asosiy sabablari: bu telefonning ishlash muddati tugagan. Uning Snapdragon 665 chipi 2025-yilning talabchan ilovalariga mutlaqo mos emas. Telefon sekin ishlaydi, zamonaviy o'yinlarni ishga tushirish imkonsiz. Asosiysi dasturiy ta'minot yordamining butunlay yo'qligi. U endi na yirik Android yangilanishlarini, na xavfsizlik yangilanishlarini oladi. Bu esa sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavf ostida qolishi mumkin degani. Lekin agar siz uni shunchaki ijtimoiy tarmoqlar va YouTube uchun ishlatsangiz bo'ladi. 3-o'rin. Bir vaqtlar inqilobiy bo'lgan Apple'ning Face ID va Notch bilan birga chiqqan modeli iPhone X. Bu telefonda 5.8 dyumli OLED ekran, 12 megapiksel qo'shaloq kamera va o'z vaqti uchun juda kuchli bo'lgan Apple A11 Bionic chipi bor. Sotib olmaslik sababi: uning muddati deyarli tugagan. Uning A11 Bionic chipi hali ishlasa ham 2025-yilning eng so'nggi iOS versiyasini qabul qilmaydi. Agar siz uni hozir sotib olsangiz, yangi funksiyalardan mahrum bo'lasiz. Bundan tashqari, bu modelda batareya juda katta muammo. Eski modellarga yangi akkumulyator bilan sotib olgan taqdiringizda ham u hozirgi zamonaviy talablarga javob bermaydi. U hatto kunning yarmiga ham yetmasligi mumkin. O'zining eski texnologiyasi uchun narxi hamon balandligicha qolmoqda. 2-o'rinda Samsungning yana bir ultra byudjet vakili Samsung Galaxy A04s turibdi. Uning xususiyatlariga kelsak, 6.5 dyumli oddiy HD+ ekran, Exynos 850 protsessori va 50 megapiksel asosiy kamera. Sotib olmaslikning sababi: bu telefonning operativ xotirasi atigi 3 yoki 4 gigabayt bo'lishi mumkin. 3 gigabayt RAM bilan 2025-yilda bitta Telegram kanalini ochishning o'zi ham qiyin. Telefon doimiy ravishda ilovalarni yopib tashlaydi va tez qotib qoladi. Sizning asablaringiz bu smartfondan qimmatroq. Bu telefon yangi texnologiyalar bilan ishlashga mutlaqo mos emas. Nihoyat, 1-o'rin. Bu telefonni sotib olish pulni to'g'ridan-to'g'ri axlatga tashlash bilan barobar. Bu Redmi 9A. Uning xususiyatlari juda oddiy. 6.53 dyumli HD+ ekran, atigi 13 megapiksel asosiy kamera. Eng asosiy muammo shundaki, uning yuragi MediaTek Helio G25 protsessori bo'lib, bu 2025-yil standartidagi kalkulyator degani. Sotib olmaslikning sababi: mutlaqo eskirgan qurilma. Helio G25 bu fojia. Hatto YouTube, Instagram
yoki TikTok kabi oddiy ilovalar ham doimiy ravishda qotib ishlaydi. 2 yoki 3 GB RAM bilan bir vaqtda 2 ta ilovani ochishning imkoni yo'q. Android yangilanishlari allaqachon tugagan. Eng muhim xavfsizlik yamalari ham kelmaydi. Agar siz ushbu modelni sotib olsangiz, siz 2025-yil texnologiyalardan 4-5 yil orqada qolasiz. Bu telefon asabbuzar telefon hisoblanadi. Xo'sh azizlar, mana sizga 2025-yilda sotib olmaslik kerak bo'lgan, sizni shunchaki qiynaydigan top 5 smartfon ro'yxati. Pulni tejash yaxshi, lekin eski smartfon sotib olib, asabingizni qaqshatish va xavfsizligingizni xavf ostiga qo'yish yaxshi emas. Telefonni sotib olishdan oldin hech bo'lmaganda 90 Hz ekranli, 6+ GB RAMli va 2023-yil oxiridan keyin chiqqan chipga ega bo'lgan modellarni ko'rib chiqing. Siz qaysi telefonni bu ro'yxatga qo'shgan bo'lar edingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va albatta Mobile.uz kanaliga obuna bo'ling. Shunday keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling.